Bir xil muammo ba'zi insonlarni sindiradi, ba'zi bir insonlarni kuchli qiladi. Masalan, ikkita insonni ishdan bo'shatdi. Birinchisi aytdi, "Bo'ldi, omadim yo'q ekan, hammasi tamom." Ikkinchisi aytdi, "Demak, meni yaxshi joy kutyapti." Lekin muammo bir xil, munosabat ikki xil. Bugun oddiy, lekin oddiy bo'lishiga qaramasdan kuchli texnika hisoblangan reframingni o'rganamiz. Reframing texnikasini o'rganishdan oldin keling frame haqida gaplashamiz. Slaydimizga e'tibor beradigan bo'lsak, frame bu ramka degan ma'nolarni anglatadi. Qanaqa frame turlari bor? Vaqt frame bor, natija frame bor, muammo frame bor va xato frame bor. Bugun biz sizlar bilan aynan reframing haqida gaplashib o'tamiz. Reframing NLP'da lingvistik, ya'ni verbal texnika hisoblanadi. Uning yordamida biron bitta vaziyatga nisbatan biz munosabatimizni o'zgartiramiz. Reframing muqobil nuqtai nazar beradi. Vaziyat o'sha qoladi, lekin vaziyatga bo'lgan bizning munosabatimiz o'zgaradi. Slaydimizga agar e'tibor beradigan bo'lsak, smaylik turibdi. Mana oddiy smaylik. Ana endi keling shu smaylikka ramka berib ko'ramiz. Birinchi ramkani bergandan keyin smaylik ramkaning ichida boshqacha ko'rinyapti. Ana endi ramkani yana o'zgartiramiz. Agar bunaqa qora ramkaga qilib qo'yadigan bo'lsak, bu umuman boshqa ma'noni anglatadi. Uchinchi ramkaga oladigan bo'lsak, umuman boshqacha ma'no aks ettiryapti. Xuddi bir qanaqadir tarixiy smaylikka o'xshab qolgan. Slaydimizga agar e'tibor beradigan bo'lsak, baliq turibdi. Oddiy bitta baliq, xavfsiz baliq. Ana endi biz nima qilamiz? Keling, ya'ni ramkani sal kengaytiramiz. Frame'ni kengaytirgandan keyin bu oddiy baliq emas, qanaqadir boshqa bitta baliqni ta'qib qilyapti. Yirtqich baliq ekanligi ma'lum bo'ldi. Keling, yana frame'ni kengaytiramiz. Frame'ni kengaytirgandan keyin qaranglar, bu umuman boshqacha bir ma'noni beryapti. Ya'ni boyagi yirtqich balig'imiz o'zi o'ljaga aylanib qoldi. Mana bu frame. Frame'ni o'zgartirganimizdan keyin boshida ko'rgan baliqqa nisbatan munosabatimiz o'zgara boshladi. Ikki xil reframing turi mavjud. Birinchisi kontekstli reframing. Bizni e'tirozlarimiz, bizga yoqmaydigan vaziyatlar aynan qayerda foydali bo'lishi mumkin. Keling bitta misol bilan tanishib chiqamiz. Bu xodim juda sekin ishlaydi. Kimdir shunaqa dedi. Ana endi biz kontekstni o'zgartiramiz, lekin murakkab va xato ko'tarmaydigan ishlarni sinchkovlik bilan bajaradi. Mana nima qildik? Biz kontekstni o'zgartirganimizdan keyin aynan o'sha sekin ishlaydigan xodim qanaqa joyda foydali ekanligini bilib oldik. Ikkinchisi tarkibiy reframing. Ya'ni bizlar e'tirozlarimiz, bizga yoqmaydigan vaziyatlar yana nimani anglatishi mumkin? Qanaqa ijobiy niyat mavjud? Yana qanaqa ta'riflasa bo'ladi? Misolda ko'rib chiqamiz. Rahbarim juda talabchan, mayda narsalargacha aralashadi. Ana endi tarkibiy, ya'ni mazmunni o'zgartiramiz. Demak, u ish sifatiga e'tiborli, jamoani eng yaxshi natijaga chiqishni xohlaydi. Biz nima qildik? Biz ma'noni o'zgartirdik. Aralashadi so'zni o'rniga sifatiga e'tiborli deb o'zgartirdik. Reframingni o'rganish insonga nima beradi? Reframingni o'rgangandan keyin inson bitta vaziyatga boshqacha nuqtai nazar bilan qarashni boshlaydi. Biz agar uni kontekstini yoki mazmunni o'zgartiradigan bo'lsak, o'sha vaziyatga bo'lgan bizning munosabatimizni o'zgartiradi. Munosabat o'zgargandan keyin bizlarda boshqacha emotsiya bo'ladi va natijamiz ham boshqacha bo'ladi. Reframingni inson o'ziga nisbatan qo'llashi mumkin va boshqa bir insonga nisbatan qo'llashi mumkin. Boshqa bir insonga qo'llaganimizda boshqa bir insonlardagi hukmlarni o'zgartira olamiz. Yoki boshqa bir insonni ishontirish uchun ham aynan reframingdan foydalansa bo'ladi. Yoki boshqa bir insonni qo'llab-quvvatlash uchun ham aynan reframingdan foydalansa bo'ladi. O'zimizga nisbatan ishlatganimizda ramkadan chiqamiz. Ya'ni oddiy shablondan chiqib boshqacha fikrlashni boshlaymiz. Agar reframing qiladigan bo'lsak, muammolarga yechim topishda yordam beradi. NLP bu amaliyot. Har bir NLP texnikasini biz o'zimizda mashq qilishimiz kerak bo'ladi. Reframingni qanaqa mashq qilish mumkin? O'zingizlarga yoqmaydigan qanaqadir e'tirozlar, qanaqadir vaziyatlarni birinchi yozib olasizlar. Yozib olgandan keyin uni birinchi kontekstini o'zgartirib ko'rasizlar, keyin mazmunni o'zgartirib ko'rasizlar. Kontekst yoki mazmun o'zgargandan keyin sizlardagi u ishga, u vaziyatga bo'lgan munosabat ham o'zgaradi. Agar video foydali bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Hozircha ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Xayr.